Assalomu alaykum barchaga. Mani web kanaliga xush kelibsizlar. Bu videoda sizlarga mana shu saytdan pul chiqarib ko'rsataman. Bu saytni men oldin ham videolik qilganman. Hozir video davomida qisqacha tushuntirib o'taman. Xullas, saytda ro'yxat o'tasizlar. Ro'yxatlash juda ham oddiy. Bu sayt silkasini video kommentariyasidan topsanglar bo'ladi. Sayt ko'rinishi xuddi shunaqa bo'ladi. Bu yerda saytda ro'yxatlash uchun do'stlar mana bu joyda начать сейчас bor yoki bo'lmasam wait mavjud yoki bo'lmasam mana bu 3 ta nuqtani bosib bu yerdan начать сейчас bossanglar ham bo'ladi. Shuni bosasizlar va mana bu joyga email adresingizni yozasiz va shunaqa qilib ro'yxatdan o'tib kirasiz do'stlar. Men bo'lsam akkauntga kirib olaman. Xo'p, mana men akkauntga kirib oldim. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, pastda bizda har xil ijtimoiy tarmoqlar mavjud, ya'ni Instagram, TikTok, Lychee, Telegram, Vkontakt. Biz ham mana shu ijtimoiy tarmoqlarda akkauntimizni saytga ulab qo'yamiz va mana shu saytdagi har xil zadanalarni bajaramiz va bizning hisobga rubllar kelib tushaveradi do'stlar. Men hozir Instagram va Telegram ulab qo'yganman. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Instagramda mana zadanalar chiqib turibdi. Videolikni ko'rasiz va o'shanga sizga aytilgan kapitni beradi do'stlar. 10.010 05 010 05 xullas shunaqa. Telegram ham xuddi shunaqa. Telegramga o'tadigan bo'lsak, mana kanalga podpiska bo'lish 0.25 rubl. Mana bu joyda postani ko'rish 0.5 rubl do'stlar. Xullas mana shunaqa qilib oddiy zadanalarni bajarib rubllar ishlab boramiz. Hozir sizlarga Telegram va Instagram ulashni ham tushuntirib o'tirmasdan men 3-dastur qo'shmoqchiman, ya'ni Lycheeni ulab ko'ramiz. Bu yerga kiramiz. Bu yerda mana yozib qo'ygan bo'ladi, nima deyishni hammasini to'liq qilib yozgan bo'ladi. Mana shuni o'qiymiz. Xo'p, mana ulash uchun do'stlar привязать profil Lycheeni bosamiz va bu yerga siz profilingiz silkasini olib kelib qo'yishingiz kerak bo'ladi va mana bu ya'ni Lychee akkauntingizni biosida do'stlar mana shu yerda chiqqan yozuvni qo'yishingiz kerak bo'ladi. Mana buni kopirovat qilib olamiz va Lycheeni akkauntimizning ID'sini olib kelamiz. Xo'p, menda mana Lychee akkaunt ochilgan. Xo'p, buni ID'sini olish uchun 3 ta nuqtani bosamiz, share'ni bosamiz va kopirovat qilib olamiz do'stlar va mana bu joyga olib kelib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Olib kelib qo'yilindi. Endi biz mana bu Confident Blade degan yozuvni mana bu joyga qo'shishimiz kerak. Editni bosamiz. Bu yerda bioga boyagi yozuvni qo'yamiz. Blade yozib confirm qilamiz. Mana bizning bioga qo'yildi. Endi bundan bitta orqaga qaytamiz. Mana shu joyda yozilib turibdi. Endi bu yoqqa o'tamiz va avtorizatsiyani bosamiz. Xo'p, bu yerga ID ni olib kelib qo'ysak ham bo'lar ekan. Menimcha endi ulandi. Данный профиль уже привязан к другому аккаунту. Do'stlar, уже bu akkaunt ulangan ekan. Boshqa profilda o'shaning uchun hech qisi yo'q. Telegram va Instagramning o'zi ham bo'ladi. Xullas, Telegram ulash ham xuddi shunaqa bo'ladi. Aytilgan narsasini bajarsangizlar, bemalol ulashingizlar bo'ladi. Xo'p, hozir bu saytdan pul chiqarishga keladigan bo'lsak, pul chiqarish uchun bizning joyda VVST mavjud. O'tamiz, bu yerga qancha chiqarishni yozamiz. 106 rubl. VVST ni bosamiz. Undan oldin do'stlar, biz profilimizga mana bu joyda profil bo'limidan xo'p VVST ni bosamiz va bu yerga qaysi kошелькка chiqarishni tanlaydi. Men bu yerga chiqaraman. Xo'p, bu yerda 6% komissiya olar ekan, 106 rubl bu to'shni summa bo'lyapti. Ya'ni bizning perga 100 rubl pul tushib keladi. Bu yerga per hamyonning raqamini yozamiz va подтвердитni bosamiz do'stlar. Mana zaявка qo'yildi. Buni bitta aytganimiz mana уже yechib oldi. История выплаты hali hech qanaqangi narsa tushgani yo'q bu yerga. Mana bor ekan do'stlar. Ожидание выплаты, ya'ni kutishda deyapti. Endi perga kirib ko'ramiz. Xo'p, mana perga kirdim. Hali mana hisobimga kelib tushmabdi. Agar kelib tushsa, albatta buni screenshotini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman do'stlar. Telegram kanalimga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Silkasi video kommentariyasi va video opsiyasida bo'ladi. Bu sayt silkasini ham video kommentariyasi va video opsiyasidan bemalol topsanglar bo'ladi. Agar biror nimaga aniqroq tushunmagan bo'lsangiz, albatta yozib qolinglar. Bu haqida hali yana qaytadan videolik chiqaraman.